Ukajon, issiqqina pirojki bor, beraymi? Yo'q, kerak emas. Ha, mayli, bera qol. Osh bo'lsin ukajon. Rahmat. Akajon, issiqqina pirojki bor, beraymi? Qo'lingiz yuvib qo'yganmisiz o'zi? Voy, bu nima deganingiz? Yo, cho'ta ko'nglim tortmadi. Kelmasa yemayman. Assalomu alaykum akajon, pirojki beraymi? Rahmat, qornimiz to'q. Opa kerak emas, keyingi yil ham o'qiraman. Keyingi yil deb men umrimni o'tkazdim singlim, lekin seni umring shundoq o'tib ketishiga men yo'l qo'ymayman. Yur. Assalomu alaykum, Elegant o'quv markaziga xush kelibsiz, marhamat. Singlimni o'tgan oy ingliz tiliga yozdirib qo'ydim, esingizda bo'lsa. Uzr singlim, ozgina kechikdi-da to'lov. Mayli opajon, bo'lib turadi, men singlingizni ro'yxatga yozib qo'yaman. Opa kiraveraymi? Ha, kel singlim. Opa yaxshimisiz? Yaxshi o'tiribsizmi? Yaxshi, rahmat. Tinchlikmi? Bitta savolim bor edi. Aha, ayta qol. Meni deb turmushga chiqmaganingizga afsuslanaysizmi? Yo'q, nega afsuslanaman? Axir eng yaxshi o'quv markazida o'qiding. Eng zo'r universitetni bitirding. Hozir judayam katta lavozimda ishlayapsan. Mana bu mening yutug'im. Opajon, meni deb shuncha qiynaldingiz. Sizga arzimagan bo'lsa ham sovg'am bor. Men buni ola olmayman, singlim. Bu moshinani siz uchun oldim, opa. Shuncha mehnatlaringizning mevasi, biling. Singlim, rahmat senga.